Epifiz bezi. Korpus pineale. Epifiz bezini g'urrasimon yoki shishsimon tana deb ham aytamiz. Epifiz bezi mana bosh miyada, demak, bosh miyani oraliq miya sathida joylashadi. Biz uni diensefalon deymiz. Oraliq miyada ko'ruv bo'rtig'i bor. Demak, bu aynan epifiz bezi mana bu yerda ko'rib turibmiz. Bevosita o'rta miyadagi, ya'ni mezensefalondagi 4 ta tepalikni yuqorigi tomoni deb ham aytiladi bu yer. Demak, mezensefalonning yuqorigi tomonida diensefalonda joylashadi. O'zi epifiz bezi joylashgan sohani epitalamus deb aytamiz. Epifiz bezi dumaloq ko'rinishga ega. Epifiz bezini demak, o'ziga xosligi, uni tarkibida ikki xil hujayralar bor. Biz bu hujayralarni glial hujayralar va pinealatsit hujayralar deymiz. Epifiz bezini demak, o'zi juda ham kichkina bez, bor yo'g'i 0,2 grammni tashkil qiladi. Epifiz bezi demak, ishlab chiqaradigan ikki xil gormonni biz aytib o'tishimiz mumkin. Bular demak, serotonin va melatonin gormonlari. Serotonin qon tomirlarni devorini toraytirib, qon tomirlar uchun mediator vazifasini bajaradi. Melatonin bo'ladigan bo'lsa, melatonin bu jinsiy a'zolarni erta rivojlanishini oldini oladi, ya'ni jinsiy a'zolar uchun fiziologik tormoz vazifasini bajaradi. Ya'ni erta balog'atga yetishni oldini olib turuvchi fiziologik tormoz vazifasini bajaradi melatonin gormoni. Keyingi bezimiz gipofiz bezi. Gipofiz bezi demak, mana bu sathda, bu ham diensefalonda, ya'ni oraliq miyada joylashgan bo'ladi. Gipofiz bezini demak, biz mana ko'ruv nervi kesishmasining mana pastki tomonida deb aytamiz. Gipofiz bezini mana demak, tashqi tomonda, ya'ni oldingi tomonda infundibulum, cho'michsimon hosila va tuber cinereum, kulrang tepalik to'sib turadi. Aynan ularning ostki tomonida, demak, ya'ni orqa tomonida gipofiz bezi joylashadi. Gipotalamus soha deb biz bu sohani aytamiz demak. Gipofiz bezida demak 3 ta qism bor. Uning oldingi, o'rta va orqa qismlari. Gipofiz bezining oldingi qismidan demak somatotropin gormoni ishlab chiqariladi. Bu o'sish rivojlanishni demak nazorat qiladi. Asosan oqsillar hamda yog'larni demak parchalanishini, sintezlanishini demak nazorat qiluvchi gormon hisoblanadi. Buni demak oshib ketishi bu gigantizmga, kamayib ketishi bo'ladigan bo'lsa naninizm yoki karlilizm, ya'ni pakanalikka olib keladi. Oldingi bo'lagidan bundan tashqari tiroterapin gormoni ishlab chiqariladi. Bu qalqonsimon bezdagi folikulani tashqi tomonini o'sha hosil qiluvchi bir qavatli epiteliyni demak hosil bo'lishini nazorat qiluvchi gormon hisoblanadi. Va oldingi qismdan bundan tashqari AKTG, ya'ni adrenokortikotropin gormoni ishlab chiqariladi. Bu gormon buyrak usti bezini dastali qavatini hosil qilishda ishtirok etadi. Va keyingi gormonimiz bu gonadotropin. Gonadotropin jinsiy bezlarda demak faoliyatini nazorat qiladi. Jinsiy bezlarda rivojlanishiga bu juda katta rol o'ynaydi. Gipofiz bezini o'rta bo'lagidan melatonin gormoni ishlab chiqariladi. Bu teridagi pigmentatsiyani nazorat qiladi va gipofiz bezini orqa demak bo'lagidan vazopressin hamda oksitotsin gormonlari ishlab chiqariladi. Vazopressin gormoni buyrak usti bezini demak o'sha koptokchali qavatidan ishlab chiqariladigan aldosteron bilan birgalikda demak natriy hamda suvni qayta so'rilishini nazorat qiladi. Ya'ni mineral tuzlarda hamda suvni qayta so'rilishini nazorat qiladi vazopressin gormoni. Oksitotsin gormoni bachadon mushaklarini qisqarishini kuchaytiruvchi ta'sirga ega.